Dasturimiz davom etadi, hurmatli yurtdoshlar, qadrli teletomoshabinlar va ana endi studiyamizda mehmon bo'layotgan ijodkor bilan suhbat jarayonlariga kirishamiz Muhayyoxon. Albatta. Va ulardan ijod borasidagi yangiliklar va yuqorida bizga jonli ijrolarni mahorat bilan ijro qilganliklari va o'ylaymizki dasturimizga o'zicha kayfiyat taqdim qilganliklari uchun avvalo tashakkur izhor qilamiz va endi ular bilan ijodiy suhbatlarga kirishsak bo'ladi. Bobur Mirzo Obidjonov, hurmatli sozandalar, yana bir bora dasturimizga xush kelibsizlar. Mana Bobur Mirzo yosh bo'lishiga qaramasdan juda bir chiroyli ijrolarni bizga va teletomoshabinlarimizga taqdim qilyapsiz. Haqiqatda bu ham sizni mahoratingizdan darak beradi desak adashmagan bo'lamiz. Endi bu mahorat o'z-o'zidan shakllanmagan. Bu mahoratni kimlardandir o'rgangansiz. Kimlardir sizga ustozlik qilgan, bu san'atni sir asrorlarini, umuman olganda qo'shiq aytishni, har bir ijroni ma'romiga yetkazib, bir yo'naltirishni ijro etishni ustozlardan o'rgangansiz. Aynan bu sohada, san'at yo'nalishida kimlar sizga ustozlik qilyapti? Avvalambor assalomu alaykum. Oyna jahon orqali bizani kuzatib o'tirgan aziz yurtdoshlar va Xorazm telekanalining ashaddiy muxlislari, hammangiz uchun bugungi ertalabki tongimiz xayrli va barakali bo'lsin. Ustozlarimizga kelsak, o'zi san'at olamiga girib kelgan vaqtimizda birinchi ustozim Komiljon Abdurahimov ustozimizdan ancha narsalarni saboqlarni olib, keyin Toshkent davlat san'at va madaniyat institutiga o'qishga girdik. Bu yerda ustozim O'zbekiston Qoraqalpog'iston xalq artisti Xayrullo Lutfullayevdan tahsil oldik. O'zbekiston xalq hofizlari Orol Mirzo Safarov ustozimizdan tahsil olib, asta-asta xizmat qilib kelamiz. Qo'ldan kelgancha baholi qudrat. Juda yaxshi. Demak, ana shunday zabardast insonlardan san'atni ta'limini olgan ekansiz va mana shu ustozlarni ijod yo'lini bersin deya niyat bildiramiz. Albatta, mana shu ijod borasida har bir ijodkor bor ekan, tor chalishni, soz chalib ijro qilishni ham bilish kerak. Aynan muxlislarning qalbiga yo'l topish uchun ham qalbdan chiqqan so'zlar va katta bilim kerak bo'ladi aynan mana shu san'at sohasi bo'yicha. Ko'ryapmiz, ijodingiz turli qo'shiqlar bilan boyigan va aynan mumtoz qo'shiqlarga bo'lgan sizni munosabatingiz qanday degan savol bilan yuzlanmoqchimiz. Mumtoz qo'shiqlar haqida. Mumtoz qo'shiqlar baribir o'zlarimiz ustozlarimizdan qolgan ashulalarni maromini yetkazib aytish bu har bir san'atkorning avvalambor burchi. Endi jonli ijroda ustozlarimiz yaratgan maktabni asta-asta davom qildirishga harakat qilib xizmat qilib turibmiz. Kamchiliklarimiz ko'p, uzr. Shu qo'ldan kelgancha xizmat qilaveramiz, Xudo xolasa. Salomat bo'ling deymiz. Haqiqatda mana shu san'atkor bir kamtar bo'lishi kerak deyishadi. Ustozlarimizdan ko'p bora eshitganmiz. Endi xalqning xizmatkori deyishadi san'atkorni. Mana shu kamtar bo'lsa, asta-sekin kamolga yetadi, unib o'sadi. Hamisha qo'li ko'ksida bo'lsa, muxlislarga, xalqiga ana shunday ochiq chehra bilan yuzlansa, demak, uni kelajagi bor degan fikrlarni ustozlardan eshitamiz-da. Bu xislatlarni sizda ko'ryapmiz. Bu nimadan dalolat beradi? Ustoz ko'rgan shogird ekanligingizdan dalolat beradi va ustozlardan nafaqat san'atni, san'at sir asrorlarini o'rgangansiz, balki mana shu muomala madaniyatini ham, odob, xulq atvorni ham ustozlardan o'rganganligingizdan dalolat beradi desak adashmagan bo'lamiz. Albatta bu eng chiroyli xislat hisoblanadi. Zero xalqimiz san'atkorni eng avvalo san'atidan ham ko'ra uni muomalasini, uni madaniyatini hurmat qiladi desak adashmagan bo'lamiz. Endi xonanda imkon qadar serqira bo'lish kerak. Faqatgina o'sha milliy ijrolar bilan, mumtoz ijrolar bilan cheklanib qolmasdan, zamonga mos tarzda, yoshlarga ham bir mos tarzda bir estrada yo'nalishidagi uslubidagi qo'shiqlarni yaratish kerak. Estrada yo'nalishiga qiziqishingiz, e'tiboringiz, munosabatingiz qanday? Albatta, estrada janridan asta-sekin ashulalarni yaratib kelayapmiz hozirda. Estrada janrida bir 2 dona ashula yaratdik. Keyin nasihatamiz ashula, keyin klassik ashulalardan yaratib kelayapmiz hozirda. Asta-asta ijod qilib baribir estrada ham aytamiz, albatta. Juda yaxshi.
Va har bitta ijodkor baribir aytib o'tganimizdek, mana sizni qo'lingizda tor sozni ko'ryapmiz. Uni chalish bilan birgalikda, ijro qilish bilan birgalikda qo'shiqlarni ijro qilyapsiz va bu hamohanglik aynan muxlislarning qalbigacha yetib boradi. Mana shu sozdan tashqari qaysi sozlarni, cholg'u asboblarini chalishni bilasiz? Biza o'zimiz Qashqar rubob bilan o'rganganmiz, keyin tor chalg'usini, doira chalishni bilamiz va keyin o'zlarimizning fortepiano chalg'usidan ham chalib turamiz shuning instrumentlarni. Eng kerakli bo'lgan musiqa sozlarni bo'lar ekansiz. Albatta bu sizning ijodingizni yana ham bir mukammallashtirishda munosib o'rin egallaydi desak adashmagan bo'lamiz. Endi kelajakdagi niyatlar, orzu, maqsadlar nimalardan iborat sizda? Kelajakda Xudo xolasa yanada yorqin va chiroyli ashulalarni yaratib, xalqimizga taqdim qilib, xalqimizning ko'nglidan joy olib, shu ustoz san'atkorlarimizni davomchisi bo'lib, xalq artisti unvonlarini ham olish niyatimiz bor. Xudo xolasa inshaalloh harakatdamiz. Ijodni to'xtatib turganimiz yo'q. Xudo xolasa harakat qilib turibmiz. Niyatlarga yeting, orzu maqsadlar ijobat bo'lsin degan niyat bildiramiz, istak bildiramiz, tilak bildiramiz va ishonamizki, konsert dasturlarini ham, yakkaxon konsert dasturlarini ham muxlislarni, san'atsevar yo'ldoshlarimizni e'tiboriga havola qilishingizga umidvorimiz va bu yo'lda, ijod yo'lida sizga ulkan zafarlar tilab qolamiz. Albatta, studiyadagi ishtirokingizdan mamnun bo'ldik. San'atkorlar jamoasiga, sozandalarga ham alohida minnatdorchilik izhor qilamiz. Bugungi efir soatlarimizga jonli ijrolar o'zgacha kayfiyat baxshida qila oldi va aynan mana shunday kayfiyatni taqdim qilganingiz uchun tashakkur va bugungi dasturimiz orqali ham yurtdoshlarimizga eng yaxshilarini har doimgidek ilinishga harakat qildik. O'ylaymizki, biz mana shu oldimizga qo'ygan maqsadimizga yeta oldik. Albatta, sizlar bilan xayrlashish onlarga yetib kelar ekanmiz. Barchangizga asqa salomatlik tilaymiz. Xonadonlaringizga tinchlik, totuvlik, dasturxonlaringizga qut baraka tilab qolamiz va hamisha Assalom Xorazm musiqiy dam olishi dasturini tomosha qilishda davom eting deymiz. Zero kun debochasida bizning dasturimizni tomosha qilar ekansiz. Kayfiyatingiz ko'tariladi, qiziqarli, kerakli, zarur bo'lgan ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Kelgan mehmonlardan tavsiyalarni olishingiz mumkin bo'ladi. Bir so'z bilan aytganda bizning dasturimiz sizning kayfiyatingizni ko'taradi va chiroyli bir ma'lumotlarni sizning e'tiboringizga havola etadi. Shunday ekan, hamisha har kuni, har tongda dasturimizni tomosha qilishni kanda qilmang. Albatta, azizlar, o'zingizni asrang, yaqinlaringizni mehr-muhabbatingizni ayamagan holatda qadrlang deymiz va aynan bizga ajratgan vaqtingiz, e'tiboringiz, mehringiz uchun tashakkur. Hamisha shuni yodda tutingki, biz sizni yaxshi ko'ramiz. Salomat bo'ling. Dasturimizni esa mehmon san'atkorimiz, yosh umidli ijodkor, xushovoz xonanda Bobur Mirzo Beyjonov ijrosidagi chiroyli bir tarona yakunlaydi va ushbu tarona ham sizlarga bir dilxush lahzalarni taqdim etishiga ishonamiz. Ko'rishguncha omon bo'linglar deymiz. Marhamat.